Surxondaryoda bo'lmagan aksiyani e'lon qilamiz. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin o'rtoq. O'rtoqlar, Instagram olamida 10 mingta bo'lganimizni munosabati bilan sizlar so'radinglar, biz aksiyani boshladik. Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3 Cobalt Gentralar. O'rtoqlar, aytilgan mashinalarimizning barcha xizmati, kompyuter, zasponka, injektor yuvish xizmatlarini 35 ming so'm qo'ydik. O'rtoqlar, aytilmagan mashinamizda hamma barcha mashinalarga 50% chegirma. O'rtoqlar, qo'limdagi Atstolning filtrimiz 35 ming sotilgan, 20 ming so'm qilib qo'ydik. O'rtoqlar, 130 ming, 140 ming sotilgan dizel nasoslarimizni 90 ming so'm qilib qo'ydik o'rtoqlar. O'rtoqlar, yana nima deyapti? 15 mingga sotilgan pamperslarimizni 5 ming so'm qilib qo'ydik. 12-oktyabrdan 30-oktyabrgacha achilarimizga yana qanday aksiyamiz bor? Bo'lsa, mayli xalqimizga bo'lsin deymiz. Mana shu videoni tagiga chiroyli so'z yozib qoldirasiz. Kimniki eng ko'p like yig'sa, o'zini urven tushirib kelmagan Surxondaryoda Ivesda Penasol germanskiy moyimizni full komplektatsiyada Pekinga almashtirib beramiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Tanlovga adashmaymiz. Sizlardan ishonch, bizlardan sifat. To'g'ri tanlov, faqat Dena Unikol. Bizni kuzatishda davom etinglar o'rtoqlar. Shunaqa mashinadan muammo bo'ladigan do'stingizga yuborib qo'ying, aksiyadan foydalanib qolsin.